ayollarga yaxshi gapirishni ham chegarasi bor-da. Xotinni pinjiga kirib kelsa ham bo'lmaydi. Hazrati Umar roziyallohu anhu xolifun nisaa fa inna fi khilafihinna barakatun. Ayollaringiz aytganini teskarisini qiling. Chunki ularni aytganini teskarisini qilishlikda baraka bordir deganlar. Ayol nima deydi? Ayol hammalarimiz ayollarimiz ham zaif, aqli zaif. Erkak kishiga bergan aqlni yarmini bergan Xudo nimaga? Ayollariga. U ming avliyo, ming soliha Qur'onda 70 marta xatm qildi, boshqa degan bilan bari ayolda. Aqlli ayollar ham ko'p, lekin aksar ayollar gohida eriga noto'g'ri maslahat berib qo'yadi. Hozirgi aytganimiz bitta misol, aka-uka o'rtasidagi bo'lgan. Shu 5 million oyligim chiqib, shu 2 million ukamga beraman, qiynalyapti ekan, so'rayapti ekan desa, nima qilasiz? So'rab, parda qilishimiz kerak, to'y qilishimiz kerak, palon qo'ygan. Bering, qurib kelsin, o'sha dunyo matosi. Bu oy qilmasam, u bahorga chiqaman, qilaverman o'sha pardani deydigan ayol kamdan kam.